Olim. Oh. O'zbekistonga ketyapman men. Mana shu biletni ko'rdim-da, shu tekshirib berdi, qanday shu? 20-chisloga 16.330 rubl. Shunday? Qalay joyda? Voy. Baxtga, mana buni qara. 20-chisloga bizda 15.770 rubl turibdi, bu yoqda 16.334 rubl turibdi. Qaysi birini olgan bo'ladi? Mana shu lekin arzon ekan haqiqatan. Sizlar ham ashibga qilmanglar. Agar bilet kerak bo'ladigan bo'lsa, internetdan qayerdandir ko'rib o'tirmasdan Beknavelga telefon qilinglar yoki do'konimizga kelinglar, shu joy o'zida biletinglarni oformit qilib beramiz. Prosta shoshilinglar, narxi o'zgarib qolishi mumkin. Narxi o'zgarmasdan agar ketish niyat bo'ladigan bo'lsa, mana bolaga o'xshab yeb qo'yishdan oldin kelinglarda, mana bizdan so'ranglar, narxini sizlarga moshni cho'tka qilib, internetda любой saytinglardan arzon chiqargan qilib beramiz. Agar sizlarga reyslarni ro'yxati kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bilet deb yozib ketadigan bo'lsangiz, sizlarga poliy spiskani tashlab beramiz, bagaji bilan cho'tka qilib chiroyli qilib beramiz. Undan tashqari aeroportga borib, uchib ketishgacha bo'lgan vaziyatinglarni poliy nazorat qilib turamiz. Nima ma'lumot kerak bo'lsa, doim aloqadamiz, kontaktamiz, ma'lumot berib turamiz. Akalar ashibga qilmanglar. Lutchi o'zimizdan kelib oladigan bo'lsanglar, garantiyasi bilan internetda chiqmaydigan narxlarni biz sizlarga qilib beramiz.